Sumerki vampirlarining qobiliyatlarini birdan ungacha baholaymiz. Bella Swanning qobiliyati shunchalik kuchliki, har qanday ruhiy va zehniy zarbalarga qarshi tura oladi. Ya'ni unda kuchli qalqon bor. Shuning uchun ham uning qobiliyatini 10 dan 9 deb belgiladim. Kuchli vampirlardan biri Benjamin 4 ta tabiat unsurlarini boshqara oladi, ham jismonan kuchli. Shuning uchun ham buning qobiliyatini 10 dan 10 deb belgilaymiz. Elise bu juda ham kuchli vampirlardan hisoblanadi. Kelajakni ko'ra oladi. Shuning uchun ham menga buning qobiliyati yoqqani uchun 10 dan 10 qo'yaman. Volturilar tomonidagi mana bu qiz ko'zi bilan istagan narsasini boshqara oladi. Juda ham kuchli raqiblardan biri. Lekin yomon taraf, yovuz taraf bo'lgani uchun ham bunga 10 dan 8. Filmni ko'rmaganimga ancha bo'lgan, ismlari yodimdan chiqibdi. Zafirina nomli bir qiz bo'lardi. U sizni ko'zingizni olib qo'yadi. Ya'ni telekinestik qobiliyatlari ham bor. Gipnoz orqali sizni ko'zingizga boshqa narsani ko'rsatib qo'yadi. Juda ham ajoyib qobiliyat. Menga juda ham yoqqani uchun 10 dan 11 qo'ydim. Albatta, part 2 chiqadi. Buning uchun siz qaysilar chiqishini albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi.